Assalomu alaykum. Yangi Toshkent yashil shahar, yashil binolar, barqaror kelajak mavzusidagi brifingni boshlaymiz. Yangi Toshkent loyihasi O'zbekistonning eng yirik va istiqbolli urbanizatsion tashabbuslaridan biri bo'lib, u nafaqat shahar infratuzilmasini rivojlantirish, balki yashil va ekologik barqaror hududlar yaratish, xalqaro hamkorlikni kengaytirish hamda innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali yirik investitsiyalarni jalb etishga xizmat qiladi. Ushbu loyiha kelajak avlodlar uchun qulay, yashash uchun mo'tadil va zamonaviy shahar muhitini shakllantirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Yangi Toshkentda yashil qurilish konsepsiyasini joriy etish O'zbekistonning iqlim barqarorligi strategiyasining muhim tarkibiy qismlaridan biridir. Shaharni barqaror rivojlantirishda energiya samaradorligi va qayta tiklanuvchi manbalardan foydalanish ustuvor yo'nalishlardan sanaladi. Shaharning energiya ta'minoti deyarli 100% qayta tiklanuvchi energiya manbalariga asoslanadi. Birinchi bosqichda paxta poyalaridan ishlab chiqariladigan bioyoqilg'i asosidagi trigeneratsiya qurilmasi ishga tushiriladi. Quyosh elektr stansiyalari va gidroelektr quvvatlari orqali shaharga 1 gigavatdan ortiq yashil energiya yetkazib beriladi. Energiya uzluksizligini ta'minlash maqsadida yirik energiya saqlash tizimlari o'rnatiladi. Yangi Toshkentda binolar energiya va suv iste'molini 20-30% gacha qisqartirish orqali an'anaviy binolardan samaraliroq bo'ladi. Yangi Toshkentda inson manfaatlariga yo'naltirilgan dizayn konsepsiyasi tatbiq etiladi. Bu yondashuv aholiga qulay, xavfsiz muhitni yaratishga xizmat qiladi. Shahar aholisi zarur xizmatlardan piyoda yoki velosipedda 15 daqiqa ichida foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu mahalla tizimini zamonaviy 15 daqiqalik shahar konsepsiyasi bilan birlashtirishni ko'zda tutadi. Shaharda transport tizimi inson ehtiyojlariga mos ravishda shakllantiriladi. Shaxsiy avtomobilga bo'lgan ehtiyojni kamaytirish uchun jamoat transporti, piyodalar va velosiped yo'laklari rivojlantiriladi. Turli transport vositalarining uyg'unligi aholiga harakatlanish erkinligini ta'minlaydi. Loyiha doirasida birinchi bosqichda yerning 30% yashil park va xiyobonlar uchun ajratiladi. Binolarda yashil tom texnologiyasi joriy etilib, ularning jazirama yoz kunlarida salqinlikni saqlashiga xizmat qiladi. Bu innovatsion yechim shaharning iqlimiy barqarorligini oshiradi va energiya tejamkorligini ta'minlaydi. Yangi Toshkentda xalqaro e'tirof etilgan yashil qurilish standartlari tatbiq etiladi. Bu nafaqat ekologik jihatdan samarali, balki xalqaro investorlarga ham jozibador shahar muhitini yaratadi. Yangi Toshkent bu nafaqat poytaxt infratuzilmasini rivojlantirish, balki kelajak uchun barqaror yashil shahar muhitini yaratish yo'lidagi muhim qadamdir. Ekologik toza, energiya va suvni tejaydigan, zamonaviy yashash muhitini yaratishga qaratilgan loyiha xalqaro hamkorlikni mustahkamlash va yirik investitsiyalarni jalb etish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Yashil shaharlar kelajak avlodlar uchun xavfsiz, qulay va iqtisodiy jihatdan samarali hayot tarzini ta'minlaydi. Shu bois Yangi Toshkent loyihasi O'zbekistonning urbanizatsion rivojlanishida peshqadam bo'lishiga ishonamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.